kasbga kirib kelish tariximiz avvalambor otam sababchi deb o'ylayman. Otam qo'shnimiz litseyni direktori edilar. Shu bitta marakaga borib bitta joyga o'tirib qolgan vaqtga o'g'lingni ber, men tayyorlaylik bizani litseyga kirsin deganlar. Biz qishloqda hamma narsa shunday mehnat bilan hamma narsada qishloqda Xudoga ming qatla shukr otamiz o'qitgan bizani. Lekin ana qilganimiz mol bilan, yer bilan bo'lgan bu narsalar. Shundan uzib, shuncha mehnatni ota-onam bo'yniga olib meni o'qishga uzatishgan. Litseydan menda asosiy Shovirkon tuman sentrida litsey bor edi. Ana shu litseyga meni otam o'qishga olib borganlaridan boshlangan repetitorlik kasbimizga kirib kelish ana shundan. Menga eng asosiy poddershkam ota-onamdan keyin o'sha o'qituvchim juda katta poddershka berganlar. Bu sohaga kirib, bu sohani ichida sir sinoatlarini hammasini o'rgatib, maslahatlarini berib, haligacha shu darajadagi ota o'g'illik prinsipi saqlanib qolingan bizga. O'zimning farzandimning ismini ham Jo'rabek qo'yganman, ustozimning ismlarini o'tiga. Bu juda katta hurmat deb o'ylayman. Ustozini hurmat qilgan shogird hech qachon kam bo'lmasligini o'zimni boshimdan o'tkirib aytayapman. Siringni fosh etib aybing ocharlar, ta'lim bergan ustozingdan ayrilma.